ko'rmanlar programmamizning Yosh Cho'lpon sahifasini ko'rishingizni qarshi olamiz. Biz bugungi sahifamizda Xinjiang san'at yurti opera teatrining yosh talantli aktyori, Baxtsizlar nomli televiziya teatridagi Hikmat obrazini nihoyatda voyaga yetkazib o'rindab, tomoshabinlarning olqishiga erishgan yosh talantli aktyorimiz Nurmuhammad Samat bilan qisqacha suhbat olib bormoqchi. Assalomu alaykum Nurmuhammad. Va alaykum assalom. Programmamiz orqali siz bilan yuz ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz. Rahmat sizga. Mening bilishimcha siz shu Xinjiang san'at institutining aktyorlik kasbida muntazam tarbiyalangan shunaqo. Unda xo'sa oldi bilan kan ko'rmalarga o'zingizning san'at hayotini bir so'zlab berasiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Men Nurmuhammad Samat. Amaliyotda men kichkimdan san'atni yaxshi ko'rardim. Maktabda o'qish jarayonida sinf yig'inlari va maktabga har xil faoliyatlarda naqsha, teatr degandek narsalarni tang o'ynayotdik. Shu orzuyim bilan 2002-yili Xinjiang san'at instituti aktyorlik fakultetiga imtihon berib o'tdim. Shu o'tish jarayonida bizningki hisobda kasbiy hayotimiz boshlandi. Shu 2012-yildan boshlab o'rgangandan boshlab bizningki ustoz muallimlardan Tursunjon Zunun, Maynur Barat, Gulzor Temur, Qiyum Muhammad, Nijat Tursun qatorli muallimlar bizga o'qituvchi bo'lib dars o'tdi. Shu qizg'inligimiz bilan ularning yetakchilik bilan biz bir tunji qadamni nihoyat yaxshi ilib maktabga kirdik. Maktabga kirib birinchi yili aktyorlik elementlarini o'rganib bo'lgandan keyin ikkinchi yildan boshlablar bizning muallimlarningki tanishtirish bilan shu vaqtlarda jamiyatda qizg'in eqiyotgan televiziya teatrlari masalan VCD, DVD degandek narsalarda shunday narsalar chiqqandan keyin bizni tabiiylan jamiyat yuzinib ketdik. Yuzlangandan keyin o'quvchilar hayotimizdan tuyuqsizlar ham o'qib turib, ham tinchlikka xizmatlar qatnashib turib, bu xizmatlar boshlandi. Shuning bilan o'zimizning mazkur kasbiy tajribamiz yakunlandi. Shu munosabat bilan maktabni bitirib oldik. Maktabda nihoyatda ko'ngildagidek o'zimizning orzusi bo'yicha yaxshi teatrdan birini maktab bitirish murosasini taqdim qilib, maktab muallimlarining bizni qo'llab kelayotgan do'stlarimiz, ota-onalarimizning oldiga qo'ydik. Qo'yib bo'lgandan keyin buni hammasi nihoyat yaxshi qo'lladi. Shundan keyin maktabdan ayrılib jamiyat chiqdik. Andan keyin yana bir turkum jamiyat o'zimizniki bir cho'qim ko'msak bo'lmaydi. Chiqib ham xizmatning o'rinlashadigan sharoitimiz yo'q. Har xil qiyinchiliklar uchragandan keyin shundan bilan yana bir tajriba ko'rgandan keyin andan keyin hozirgi Xinjiang san'at yurti opera teatriga imtihon berib o'tib, ular rahbarlarning qo'llab-quvvatlashi bizga bo'lgan ishonch bilan avval o'zimizga ishonchimiz bor, andan keyin ularning ishonchiga erishgandan keyin hozir rasmiy shu san'at yurti opera teatrining artist bo'lib ishlayapman. Unda bo'lsa, shu deganingizdan siz Xinjiang san'at institutininki aktyorlik kasbiga qabul qilinib o'qish 2-yildan boshlab shu bir tarafda o'qib, bir tarafdan kino filmlarda rol o'ynashga boshladingiz degan gap. Shu fakultetimizdagi qobiliyatli ustozlarning yetaklashida bir tarafdan o'qitib turib, bir tarafdan o'zingizning rolni joriy qildirib, shu vaqtlarda sizga bir rag'bat bo'lgan bo'lishi mumkin-a? Albatta rag'bat bo'ldi. Buningga eng cho'ng ta'sir ko'rsatgan o'qituvchim Gulzor Temur bo'ldi. Gulzor Temur o'qituvchim shu vaqtda maktabningki biz yangidan bir kino ekran kino ishlash bir darsimiz var. Şu derslikte biz özümüz yazgan senaryo bilan özümüz ishlab buni aytib muvaffaqiyatli chiqqandan keyin buni biz o'quvchilar birlashib bazoq silishga bir fikrimiz o'rtoqlashib qoldi-da, o'rtoqlashgandan keyin bazoq silingandan keyin andan keyin buni cho'qim xalqimiz ko'rdi. Ko'rgandan keyin buni shu vaqtida shu qizg'inlik, shu bir shunday bir qizg'inlik yuz bergan shu vaqtlarda butun rejissor bo'lib ketdi, kino ishlaydigan ishlar bo'lib ketdi. Shunday bir davrga o'tilib qolgan chaqda, ko'rganlar mushtaq bir bola yaxshi rol oldi ekan deb o'zimizning tirishchilik bilan keldi deb o'ylayman. Shuning bilan andan keyin boshqa shu vaqtdagi rejissorlar va bizim ishlataylik, bizmi hamkorlashaylik degan shunday bir qizg'inliklar bilan mushtaq yuzinib chiqib qoldik. Buni o'zim men xursand. Mening bilishimcha siz shu tunji rol olgan kinomish Baxtsizlar filmiga deyman. Yo'q. Kishilarning yanida, bildiganlarning yanida buni tunjisi deb qaraydim. Tunjisi Abay degandek Gulzor Temur muallimniki bizning sinfdagi o'zimiz yozgan ssenariy Muhabbat va nafrat bir kino. Televiziya teatri. Mushinadan chiqqandan keyin andan keyin yana bir televiziya teatriga muallim bizni tunishtirib bo'lgandan keyin bu kinoni biz g'ulji qilib oldik. Mening shu chaqda g'ulji tunji qitim berishim. Shu vaqtida shu kinoni ishlatgan vaqtimizda andan keyin shu Baxtsizlar filmini shu g'uljidagi Yusufjon Qiyim deb bir
Tug'iljanaylik Ömekning bir yozuvchisi bor, kasbiy yozuvchisi. Shu yozganda artist izlayotibdi. Shu jarayonda biz ishlayotgan vaqtimizda mushtaq anglab, mushtaq bir bola kelibdi. Rol elish yaxshi ekan deb shu yerliklarni tanishtirish bilan meni izlab kelib, andan keyin shu kinoga chiqishga sabab bo'lgan. Bu hisobda 3-kino deb tushunaman ko'nglimda. 2003-2004 yil mushtaq bir mezgil. Shu vaqtida mening bilishimcha men to'liq o'tirib maktabda o'qiydigan vaqtimda, bu vaqtida o'qituvchimiz bizga adabiyot darsi o'tdi. Adabiyot o'qituvchimiz ashundoq yaxshi kinolar olsa qo'yib beradi-da sinfda. Andan keyin shu kinoni ko'rib bo'lgandan keyin biz munozara qildik. Shu vaqtida sinfda chiqib tangdan to'liq qizlar deydi, hammamiz yig'lab ketgan. Ash rolning ichiga kirib, demakchi o'g'lim Bana ta'sir qilibdi, balkim nurg'un ko'rmalarga shu Hikmat obrazingiz bak ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. O'zingiz chiqqan televiziya filmlar ichida eng muvaffaqiyatli olib qolgan film shu deb qaramsiz. Shundoq. U ssenariyni o'zim qo'limga olib ko'rgan chog'da boshda o'qib, o'zim haqiqatan ta'sirlangan. O'zim rasmiy his qilgandan keyin bo'ladi ekan deb chiqqandan keyin qag'in o'zimizning shu tirishchilik bilan keyin shu rolni ishkirlab tushunib olganligimiz bilan shu mustaq yaxshi natijaga erishdik deb o'ylayman. Andan shu yaqinda sizlarning shu opera teatri Karvan kechiligidimi aytavur bir kechilik Karvan kechiligi men Ahmaydan ko'rgandim. Buningda siz asosiy rol hisobda shu butun tragediya, komediya hammasini siz bog'laysiz-ku deyman Naqshi bilan. Yana bir qizga. Va qara deb ishga obrazniki. Shu vaqtida Naqshi aytganingizni anglab men bu Naqshini ravers aytadigan Jumur Mehmet deb o'ylagandim. Endi shu vaqtida Karvan teatrining 3-chisi Jo'rat Voyit rejissyorniki yetakchiligida bu 3-chisi kelgan chog'da shundaq bir riyosatchilik tusini shundaq bir obrazga kirishtirib, oq va qora deb shundaq ikki bir obraz bo'lib, buningdagi yaxshi g'azab nafrat emas shuni bo'lib, shundaq bir bayon shakllik andan keyin naqshini hamiliq bir ijodiy naqsh qilib, ham shuning ichidagi voqeliklarni naqsh orqali so'zlab bir bayon qilgan. Men shu aktyorlik kasbida muntazam tarbiyalanmagan, lekin shu kino televiziya to'g'risida mening bilishimcha, shu kinoning muvaffaqiyatli suratga ilinishida, shu muzikaning, shu kinodagi naqsh tekstining munosib intayin cho'ng deb o'ylayman hamda. Shu film qo'yilgandimi, shu filmning naqshini bizning o'g'ilchilik naqshchimiz Shokirjon aytgan shunaqo, shu naqshimi intayin tomoshabinlarning yoqtirishiga erishgan, shunaqo deyman. Shundoq. U kinoninki naqshi 3 naqshi bor. 3 naqshi ham kishilarning yonida hozirgacha shunda bak yaxshi ta'sir bergachga hozirgacha aytilib kelyotdi. Hatto rasga qilsam, menmi hozirgacha shu kinoning neni yeyotimi deb o'ylayman. Shu vaqtida ham Shokirjon shu naqshini aytgandan keyin men o'ylayman, Shokirjon hozirgacha shu kino naqshini aytgandan keyin nurg'un yaxshi afzalliklarga erishdi deb o'ylayman. O'ziningki maxsus plastinkalarni chiqardi, kishilarningki kan xalqimizning yoqtirishiga erishdi. Hamda u kinoninki asosligi nima deganda ssenariy, eng muhimi ssenariy yaxshi yozilgan. Ssenariyninki bog'lanishi, kulminatsiyasi, oxirlashi, unisiga tragediya nihoyat aniq, ziddiyat to'qinishi nihoyat aniq. Shundoq ziddiyat to'qinish aniq kishining hamda ko'rinman bilan ko'rayotgan odam bilan shu kinoning qo'yilishidagi orliqni bog'lay oladigan shundoq bir yaxshi tavlangan bu qalam, hamda shundoq bir yaxshi tekstlar bilan yozilgan shundoq bir ijodiyatlar shu asarning yaxshi chiqishi bilan munosabatli. Agar asar yaxshi chiqmasa, kino yaxshi bo'lmasa, men yaxshi naqsh bo'lsa, xalqning esida qolmaydi. To'g'ri. Shundaqmi? Shuningga men shu ssenariyaninki o'zininki shundoq bir jarayoni nihoyatda turmushliq, andan keyin kishilarni shundoq bevosita ta'sir qilganlik uchun, andiki aytilgan naqshlarimiz shu hissiyotlar chin bog'langanlik uchun shundoq xalqning esida qoldi deb o'ylayman. Lekin asosligi ssenariy yaxshi bo'lg'achqa naqsha cho'qim belgilik o'rinda o'zininki rolni joriy qildi. Agar ssenariy yaxshi bo'lmasa, balkim u naqshami kishilarning esida qolmaydi. Chiqishi mumkin deb o'ylayman. Albatta, shu ssenariyninki yaxshi yozilishi, rejissorlaringlarning yaxshi yetakchilik qilishi shuning bilan sizlarga o'xshash aktyorlarimizning yaxshi o'rilishi bilan ko'rmalarning hozirgacha esida bor deb qarayman. Mening bilishimcha, Nurmamat yaqinda Karvan teatrining 3-soni qo'ygan vaqtinglarda siz shu teatrda boshdan oxir riyosatchilik roli, ya'ni shu başdan oxir yeshim bulamdi tragediyamisini bog'lash rolini o'tabsiz. Andan keyin başdan oxir naqsha aytasiz, shunaqa naqsha orqali. Shu vaqtida shu nima naq maydonda ko'rib Nurmamat naqshni haqiqatan yaxshi aytadigan deb men o'ylamganda ovozingizning u darajada yuqori chiqadiganini balkim ko'rmalarga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. 2014 mi? 15. 14 deyman. 2014-yilda shu Karvan teatrining 3-bölümü kan xalq ammasiga
sunuldu. Şu vaqtida andan keyin shu riyosatchilik tusini shunday bir oq va qora deb ikki obrazni yaratish orqali buning ichidagi bayonlarni shunday so'zlash, ham aytish orqali shunday sungan tomoshabinlarga. Buningki maqsad hamda yangi bir shunday bir xarakterdagi bir kechliklarni shakllantirish. Buning maqsadi shu. O vaqtida naqsh etdik hamda men opera teatr ömrüge kirgandan boshlab o'zimning hamda o'sha naqsh etish afzallikim bilan hozirgacha shunday idoradagi rahbarlarimiz, ustozlarimizning qo'llab quvvatlashi bilan bizga bo'lgan ishonch bilan ketib borman. Abay degandek men kichkimdan naqsh aytdim. Faqat o'zimni hamda montaj etgancha oshkorlab boqmadim. Hamda bunday axborot vositalariga oshkorlab boqmadim. Hamda shunday bir idoraninki, shunday bir afzallikida shunchalik bir naqsh etilgan sharoitimiz bo'lg'achqa shu alaylikim bilan o'sha rejissyorlarning qo'llab quvvatlashiga erishib shunday naqshini tang olib ketib borman. Bundan keyin taqim tirishima. Buldu yana sizdan shunday bir ko'rmanlar ham men qiziqadigan bir savolni so'ramoqchi. Sizmi bir yosh tanilgan aktyor bo'lish sifatingiz bilan bundan keyin qanday yaxshi planlaringiz bor? Bundan keyin ko'nglimizda haqiqatan bir yaxshi planlarimiz bor. Mening planim hozircha o'zimga aniq emas. Chunki hozir biz ishlayotimiz shunday bir yaxshi sharoitlarda nurg'un o'zimizning ortiqchilikni joriy qilyapmiz. Hamda hisobda planimni amalga oshirgandek 10 yillik berib ketmadim. Biz hamda san'at yo'lida hamda bir o'milashni tugitib, hamda bir mengishni o'rganayotgan bir boladeklam holatda nurg'un ustozlarimiz va shularning yetakchiligida, shularning bizni parvarish qilishida yana nurg'un oldimiz vazifalarimiz bor. Shu vazifalarni tamomlab bo'lgandan keyin hamda ko'nglimda hamda Uyg'ur teatrchiligida buningdan burun nihoyat shonliq davrni beshni o'tkazib bo'lgan. Mening hamda arzuyum, ham planim balki mush bo'lishi mumkin. Faqat shu yaxshi bo'lgan eng nadir asarlarni yana bir qayta bir qitim o'rinlab, undan keyin hozirgi davrdagi bolalarga bir sunish planim bor. Undan boshqa cho'ng planim yo'q hozircha. Qolgandan undan keyin ketayotgan yo'limiz bilan, niyatlarimiz bilan bir taraf bo'ldi deb o'ylayman. Buldu rahmat. Shu programmamizning oldingi sonlarini balkim sizmi ko'rganmisizlar deb turaylik, hal deb turing. Balkim programmamizning oldingi sonlarini ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Shu peshqadam ustozlar, kino artistlarimiz, aktyorlarimiz ham rejissyorlarimiz bilan kinolar orqali suhbat olib beryapmiz. Shu suhbat jarayonida ayni vaqtida shu 88-yillar atrofida bo'lamdi. 80-yillarda shu bizning peshqadam aktyorlarimiz kino ishlagan vaqtda sharoit bek nachar ekan. Uskunlar hozirgidek ilg'or emas, qatnash hozirgidek yaxshi emas, to'r unchalik taraqqiy qilmagan, uchur aloqa davri hozirgidek bo'lmagan. Shu sharoitda shunday yaxshi asarlar chiqib, hozirgacha biz ko'gidek holatda bizga yaxshi kinolarni qoldirib ekan. Lekin hozirmi kinolar bor. Siz Abay degandek shu baxtsizlar filmini o'ynagan vaqtinglarda, shu kinoni ishlagan vaqtinglardami bir qism shunday yaxshi televiziya teatrlar qo'yilgandi. Lekin hozir shu orliqda bir bo'shliq bor. Buning uchun shu yosh aktyorlar bilan, rejissyorlar bilan sizlar qanday tirishchilik ko'rsatib bo'shliqni to'ldirishimiz kerak deb o'ylab baqdinglarmi? O'yladik. Hamda menimcha hamish o'ylaydi, men o'yladim, o'rtoqlashib boqqan bizning kasbdoshlar bor. Shu vaqtida siz demoqchi bo'lgan Abaytanqa shu mazgildagi shu bir davr ashnaq mangdi. Keyin hamda Allohdagi bir ishlar ba'zan bir o'zimizningki gapni ochiqon qilsak hamda ba'zan bir iqtisodga taqishib qolgan ishlar bo'ladi. Iqtisod ba'zan yar bermaganlik sababdan nurg'un bizningki texnikalik apardigan mashg'ulotimiz to'xtab qoldi. Buning uchun men bu san'at kasbi o'zining ayt bir ulug' kasb, ham buningga iqtisod yar bergan asosda bu o'zining texmi chilligini, o'zining texmi anandan keyin yarqin nuqtasini ko'rsatadi. Iqtisod yar bergan asosda balkim cheklimga uchrab qolishi mumkin. Arliqda balkim shu uchragan yeri balkim iqtisod bo'lishi mumkin. Bundan keyin bizning korxonachilarimiz yo'q, mablag' solgan o'rinlarimiz yo'q. Mushtaq yaxshi hamkorlashgan chaqda, mushtaq fikrimizni birga akilib o'rtoqlashgan vaqtimizda menimcha bundan keyingi mushtaq san'at yo'llarimiz texmi taqdam ishilib ketishi mumkin deb o'ylayman. O'sha yoqda biz yaxshi o'ylashyapmiz. Bizning shuni o'ylash vazifamiz bor deb o'ylaysiz. Bizning shu yoqda mushtaq o'ylash vazifamiz bor deb o'ylayman. Nurmamat, unda xo'sa siz rol olgan kinolar oz emas. Sahnada nurg'un teatrlarni o'ynadingiz. Mush jarayonda sizga alohida ta'sir qilgan bir ishlar yoki ustozlaringizning yetakchilik qilish jarayonida esingizda qolgan ishlar bo'lsa, o'rtoqlashib aytamdiq. Bo'ldi.
Shu hamda 2002-yili maktabga qadam qo'ygandan boshlab hozirgacha hamda kasbiy hayotimiz deb o'tsak 14 yil o'tdi. Kasbiy o'makka imtihon berib kirib, naqsh etish afzalligimiz bilan boshroqlarga taqsim qilindik. Buningmi shu bu vaqtlarda bizga ta'sir qilgan nurg'un ishlar bo'ldi. Masalan, G'uncham daramisni o'ynadik, G'uncham daramizda Nurimning rolini oldim. Andan keyin yaqinda Almuxan teatrini o'ynadik, muzikalik teatr. Almuxan muzikalik teatrida bir Asanboy deb bir boyning roli bor. Bu rol asli ustozimiz Adil Mujidga bo'lingan. Adil Mujidga ustozimga bo'lingandan keyin mening rolim boshqa bir rolda hamda. Men bu rolni yaxshi ko'rdim. Chunki Adil Mujid ustozim bu rolni bek yaxshi yaratib etdi. Yaratgandan keyin men bu rolni tabiiy yaxshi ko'rib, o'zimning rolni o'ynab bo'lgandan keyin yonda turib, ustozning o'ynag'ini ko'ratdim. Ko'rib tushgandan keyin oldiga qo'yib, bunda o'ynadim deb do'rab berdim. Maqsadim mush rolni men o'ynayman demoqchi-ku. Men herkes uning rolini menga beradi demayman. Chunki u ustoz meni ko'rib, menga tushgan bo'lsa, u menga cho'qim beradi. Agar men bo'lmasa, tushmasa, u xarakter tushmasa, uni o'ynashning hojati yo'q. Men endi shunaqa bir oldinlarda shunaqa bir puratgan holatimda degandan keyin ustoz Adil Mujid ta'sirlanib, buni rasmiy bilib, mush kasbni yaxshi ko'rganligimni his qilib, meni bir kun chaqirib, mush rolni sen o'yna deb menga berdi. Berganda men endi o'zim hayron qoldim-da, unda bir yaxshi rolni berishning bizga pek foydasi bor. Uning ustiga shunday bir ustozning o'zining rolini bizga bergani, bu hamda idorada altirab bo'lgan ishlar emas. Chunki bizning kasb raqobat intayin kuchli. Mayli yuqori bo'lamdi, to'g'ri bo'lamdi, ustoz shogird degan bilan amal va shaxsiyatlik nihoyatda chiqsindirilganda, chunki bu san'at o'xshamaydi boshqa kasbga. Shundoq keng qo'shaqliqlar berganda men qo'shilib mush rolni o'ynadim. O'ynagandan keyin hamda ustoz menga dedi, deb sen yaxshi ko'rgansan dedi. Faqat bu dunyoda hamma narsa faqat yaxshi ko'rishni o'zi chiqadi. Yaxshi ko'rinmasa, bu o'zi chiqa olmaydi. Hammasi yolg'on, shakllik bo'lib qoldi. Sen buni yaxshi ko'rganligingdan mush rolni men sen berdim, chunki sen tushsan, xarakteringni tushidi. Mush rolni yaxshi o'yna dedi, birga o'ynadik. Masalan, 10 maydon o'ynasak, 5 maydonni ustoz o'ynaydi, 5 maydonni men o'ynayman. Mushtaq hamkorlashib kelib, mushtaq yaxshi yetaklab, mushtaq bir gaplarni qilgan. Qilgandan keyin, andan keyin menmi ham o'ynagan teatrlarning ichida buxardan chiqqadak hamda yaxshi o'ynadim degan rolim mush shu. Andan keyin Naqshul O'maklarning nurg'un asarlarga chiqdik. Ular ichida ham asosiy rollar bizga tegdi. Masalan, Tangirtog' muhabbat degan Dilbar Yunuslardan o'ynagan bir muzikalik teatr var. Bunimi bu yil yana bir san'at bayrami bor o'tkazilgan Shanxayda. Buning qapbarimiz, buning bag'andimi cho'qim yaxshi natijalarni qazanib kelmaydi deb g'ayrat qilyapman. Mustaq rollar vaqashqa chiqib ham mana emas tirishib ketib borimiz, o'zimizning tajribalar qilib yakunlanib qoldi. Mushtaq ustozlarimiz mushtaq gaplar bilan, mushundaq shakllar bilan idora ishlaymiz. Eng ta'sir qilgan narsam shu Almuxan teatridagi shu rolninki ustozning menga berishi shu arliqdagi jarayon oldi. Nurmamat bugun aytdi, ko'ngillik paranglashdik deb o'ylayman. Balkim ko'rmanda islomu siz haqida, sizning san'at hayotingiz haqidagi uchurlarni anglatmaydi, xushal bo'ldi deb o'ylayman. Buningdan keyingi san'at hayotingizga texim utuqlar yor bo'lsin. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Qadrli ko'rmanlar, rayonimizning san'at ishlaridan uchur berib kelayotgan san'atkorlarimiz bilan bo'lgan aloqamizni yaqinlashtirayotgan Tangirtog' san'at programmamizning bu soni mishada oxirlashdi. Kelasi programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.